Qo'l filialimizdagi ishlar bilan sizlarni birma-bir tanishtirib chiqaman. 12 avtomobil olib qolganmiz. Disiplinasi jitis oqiz olgan ekan. 12 mexanikalarda eng ko'p uchraydigan muammo mana shu vijimnoy sochilib ketib qoladi. Lekin bunda mana bu glavniylarigacha shitoklari sinib ketib qolgan. Ikki avtomobil olib qolganmiz. Bunda korзина disiplinalari alishyapti. Mana bunaqa holatini ko'ringlar buni. Bunga ham yangi taqib beryapmiz. Bu yoqda Mazda 6 avtomobil olib qolganmiz. Buni faralarini LED ustanovka qilib, chiroyli qilib, kechqurun zo'r yoritadigan qilib beryapmiz. Equinox avtomobilni korobka moylari alishyapti, zamina qilib beryapmiz. Bu yoqda Cobalt'imizda Xorazmdan kelgan ekan, polniy hadovoylarni full komplektda qilib, yumshoq qilib berdik. Bu yoqda Cobalt avtomobil olib qolganmiz. Buni ruloylari remont bo'lyapti. Bilasizlar, toshli ko'chalarda yurganda rullarga tirqab ovoz berib qoladi. Hozir o'sha muammosini hal qilib beryapmiz. Bu yoqda Malibu avtomobili, buni baklarini tushirib, benzin sistemasini polniy achisiga qilib beryapmiz. Traverse avtomobil olib qolganmiz. Bunda korobkalari qizigandan keyin mashina qo'zg'almay qolgan ekan. Hozir shularni tushirib remont qilyapmiz. BYD So'ng Plus avtomobilimiz tayyor bo'ldi. O'zimizning yo'lga mos yumshoq qilib berdik. 4 ta amortizator va chisalli bloklarni zamina qilib berdik. Ko'rganinglarda servisimiz ishlayapti. Bemalol pastdagi nomerlarga aloqaga chiqib kelsanglar bo'ladi.